Bugun shunaqa yoqa tikamiz. Birinchi bo'lib burmani tanaga o'rnatib olamiz. Frizining yopishgan joyini buklab tikib olamiz. Keyin qassoy bekani tagiga olib turib qo'yib, chokimizni toza chiqish uchun burma ulangan chok tagidan bostirib tikamiz. O'shanda burma o'rtada qoladi. Tagida qassoy beka turadi. Keyin orqa joylarini kesib tashlab, qassoy bekani ikkiga buklab turib, teg tarafi ham ilinishi kerak. Orqasiga qarab tekshirib tikamiz. O'shanda chokimiz toza chiqadi. Burma ham tanaga yotib turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Keyin buni chokka qassoy bekani pastidan bostiramiz. Tik bo'lgandan keyin frizili joyini, tuma petla taqiladigan joyini bostirib kelib, qassoy beka joyiga kelganda zakripka bilan qassoy bekani yotqizib, tortib turib tikamiz. Tana ichiga buklanib qolish kerak emas. Orqa taraf o'shanda tekis bo'lib chiqadi. Keyin frizili joyini yana bostirib pastga tushamiz. Keyin shu qo'ynini qolgan detallarni ulab bitiramiz. Tikuvchi tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Podpiska bo'lishni unutmanglar.